Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana xudo xolasa kafelimizni ham tugatdik. Bugun 6-kun, 5 kun to'liq ishlikdan. Bu yer tualet. Kafelimiz 60 ga 120 bosilgan. Bo'yni 2 qator bo'ldi, 120. Tepasi kraska bo'ladigan ekan. Bu yerda 45 kesilgan. Xudo xolasa chiroyli qilib, bu yerda teshiklarimiz bor 4 ta. 2 ta, 4 ta, 6 ta. Tepada bitta. 11 ta teshik. Teshiklarga отдельно to'lanadi. Tepaga chiqamiz endi. Ikkinchi etajda ham. Bu yerda pol 3 ta kafel bosilgan. Stralniy mashina turadi ekan, bu kirxona bo'ladi ekan. Shu yer bilan tualetni kafela где-то 8 kvadrat chiqdi. 3 mingdan bo'lsa 24 ming bo'ladi. Bu yerda dushovoy podonimiz bor. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib uqlovlar bilan bitirib berdik. Ikkitasi lepilibga ketdi. 120 likdan. Osh podonimiz ichi 128 ga 120 bo'ldi. Narchikada 8 cm kusok chiqdi. Bu yerda ham 8 cm kusok. Kusogimizni mana bortik qilib, bu ham 8 cm bo'ldi bortigimiz. Xudo xolasa o'ta go'zal chiqdi. Bunga отдельно to'lanadi. Bu kvadratga hisoblanmaydi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, albatta biz aloqadormiz. Tepa devorlari kraska bo'lar ekan. Xudo xolasa keyin gaplashib ketamiz endi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa podpiska qilib qo'yinglar. Hammaga omad.